Mango marakuyali tort tayyorlaymiz. Erjonga namyok qilib Zora ekzotik mevalardan kelgan ekzotikani ko'rgan. Bismillah deb 5 dona tuxumni sarig'idan ajratib, oqini yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Shakarni oz-ozdan solib bezak qilib olamiz. Qattim bo'lguncha. Tuxum sariqlari, sut, yog' yaxshilab aralashtirib, un, kakao, razlikchill solamiz va xamirimiz tayyor. Qolipga joylab, duxovkaga jo'natamiz. Eslatib o'taman, aynan shu biskvit Kinder tort uchun, trifle uchun juda ham mos keladi. Biskvit pishguncha kremini tayyorlab olamiz. Qaymoq, g'ushonli moloko va tvorojniy sir. Uzoq-uzoqlardan yetib kelgan. Oldinlari qimmatroq bo'lgan, hozir esa juda ham arzon bo'lib ketgan mangoni to'g'ri olamiz. Tayyor biskvitni sovutib, qopqog'ini kesib, ichini xuddi ko'rsatilgandek qilamiz. Krem, mango va ustiga marakuya. Yana shuni bir marta ustiga krem qilib qopqog'ini biskvitni yopib, nutella va rezavor mevalardan foydalanamiz. Mazasi esa juda ham aniq. Avvaliga mazasiga qiziqqandim, lekin haqiqatan ham yeb to'ymaydigan tort bo'larkan. Albatta tayyorlab ko'rishingizga arziydi.